Bo'ldi. Bitta bundan logout qilsa bo'ladimi? Hozir bu video olinmaganmidi? Yo'q, logout qilsa bo'ladi. Endi men yerga administrator to'g'risini yozaman-da endi. Mana uni yozdim. Keyin любой parol 1 2 3 4 4gacha yozdim. Hozir 1 2 3 4 emas, administratorning paroli aniq. Lekin sovuq bo'ladi. Sovuq bo'ladi. Bo'ldi. Keyingisiga o'tsam, keyingisiga o'tadigan bo'lsam, bu ochiq turaversin. Bu yoqqa qaytamiz. Mana-da endi sovuq bo'ladi-da. Что-то не то. Refresh bo'lmadi. Sovuq bo'ldi. Refresh bo'ldi. Uchinchisiga o'tamiz. Uchinchisida nima deyilgan? Shu narsadan foydalanib, mana bu narsani qilasizlar deb. Laboratoriyaga o'tamiz. Bizga kerakli narsa mana bu narsa. Select Union banner. Shu yerda aytgan ekan, follow page. Yomon tez ishlaydi internet, zo'r, malades. Bu yerga aytgan ekan, nima deyilgan? Mana undan foydalan deyapti. Select Union forumdan foydalan deyilgan. Biz shu yerga nimani ichida select bo'lish kerak ekan. Kategoriyada bu yerda filter bo'ladi. Filter bor. Filterga bizga nima berilgan? Filter uchun mana-da filter. Gift bor, patch bor. Men patchdan foydalanaman har doim, chunki qisqa. Patch tiqsam, patchga taalluqli bo'lgan anaqani bitta kategoriya qolib ketibdi. Kategoriya teng patch bo'ladi. Patchga taalluqli narsalarni chiqarib beradi mana less docs patch. Keyin bu yog'iga endi bu so'rovda mana bu narsa SQL ga ketadi. Kategoriya bo'yicha patchni menga anaqa qilib ber degan so'rov ketadi. Sizga bu yerga yozgan, mana bu narsadan foydalanib ko'r degan. Bo'ldi gap yo'q. Bizda bu yerda tayyor yozilgan anaqa bor. Shuni olamiz, yig'lamiz, bitta bosamiz. Bizga tegishli bo'lgan anaqa chiqarib berish kerak hozir shu yerga. Def abc deb chiqarib berdi. Bu yerda o'zi aslida nal qilib qo'ysangiz yaxshiroq chiqadi. Mana unga o'xshash, bannerga o'xshash. Keyin tekshirish bo'ldi. Bu yoqni olib tashlaysiz, bu yoqqa kerak bo'ladi. Version bo'ladi. O'zi sog' bo'ldi. Sizga kelayotgan narsa shuni banner degan anaqasini mana shuni topib berish. Versiyasini topib berish. Nima deydi? Mana bu joyda chiqarib berish. Ya'ni sizga SQL da hamma yoqda versiyasini chiqarib beradi. Masalan, yerda PostgreSQL Relais 10.20 versiyasi mana versiyalar chiqarib beradi. Shu muammo sizdagi muammo bu ikkinchisidagi. Uchinchisiga qaytadigan bo'lsak, bu yoqqa qaytamiz. Bunisiga kiramiz. Laboratoriyaga o'tamiz. Solutionda iloji boricha anaqa berib ketadi. Nima qilish kerak yoki bo'lmasam hint bor. Hintda aytadi SQL injection sheet. Shu yerdan qarab olsam bo'ladi deydi. O'zi mana uni shunday kopiya qilamiz. Bizga kerakli narsa, boyagi narsani o'zi pastga bir xil. Laboratoriyaga o'tamiz. La. Ish qilib solv qilingan mashina emasmi hozir solv qilingan? Sekin ochsinchi internetimiz vashi tez. Eng qizig'i mana bu joy olyaptimi? Olyapti shekilli. Mana shu joygacha olsa bo'ldi o'zi. Bizda nima uchun yozilgan bu? Filter, kategoriya filter, union attack bor degan. Bo'ldi gap yo'q. Bizga filter deb yozamiz. Anaqasida filterda bor degan. Shuning uchun filterda so'roq qilib turib kategoriya yozsangiz, kategoriya deb turib yozib turib, qanaqadir kategoriya yozsangiz bo'ladi. Masalan, giftsga o'tadi. Keyin boyagi union attack'imiz bor edi. Versiyasini chiqarib berish uchun shuni yozasiz. Interval server error. Siziqcha qilib ketganingiz bu. Union select version now. Shu muammo bo'lgan to'g'ri. Nima bo'lyapti dedim. Union follow payload display version select deyapti. Chiqmay qolgan narsa bo'lsa, shunday pastga o'tasiz. Bu yerda tayyor. Hi everyone, welcome back to another user. And
Bu yerdagi You can use a union attack to retrieve the results. Hey, what's up? So we're going. retweet qilgan bu yer. Bunday qilib topsa bo'ladi. Masalan, metga yozayotgan buyruqlardan topsa bo'ladi. Sizga kerakli narsalarni bu yerda chiqarilgan ekan. Oracle'da from version, banner from version, select version, MySQLite. Bu yerda yozilgan kod def. Version yozsak yetar. Qanaqa so'rov yozdi? Deft version deb yozdi. Select, union select gifts. Xuddi shu so'rov. Mana bizda ham xuddi shu so'rov. Union gift version null emas. Adashmasam shu. BS bo'lar adashmasam. Mana buni qo'yib ko'ramiz, bo'lmasa ishlamasa. Deft. Bizda qanaqa bo'lyapti? Server error deyapti. Nimaga server error deydi bu? Giftsga kirdi. Şu joydan null yozaylik-da. Null. Category palette deft version null. Bunda şunu yazıyor bize. Bunda ham xuddi shuni yozgan. Version def select category gifts unionda plus form. Sizga ketasiz usta? Men ketaman, men ham pishatiraman. İşler koysa bo'lmaydi, siz o'rganganingiz yo'qmi? Menga video tashlab berasizmi usta? Mana shu videoni tashlab yuboraman. Qanaqa? Oxirigacha ishlab Ha. qo'yasiz. Ungacha ishlab qo'yaman. 10 ta ishlab qo'yaman xullas. Versionda ishladik-ku. Nimaga bu yerda ishlamayapti? Ishlab tashlab yuboraman. Use bullet switch. İnternete açık kaldı chat'e.
select plus now plus now. Onu da yapıyor. वहाँ पे तो हमने यहाँ पे उन्नत पे लड़के हैं Aha, olyapman. To'yim bo'lishni xohlayapman. To'yim bo'lishni xohlayapman. Odamlarga tepamni Javobda ishlagan ekanman u. Nega bunda boshqa? Microsoft Database. Men boshqa joyga ketyapmiz. Rustam, Hu? Andijonga to'yga boryapmiz, eshitdingizmi? Kimniki? Men ham bilmayman. Kim? Microsoft. Ha? Izlashib ketdi. Bu yoqdikimi? Voy, ikkita sabab bilan tezlashadi. ना हिच करने से बात Ikkita sabab bilan tezlashadi. Ishlat. Necha yilliz? To'rga keldim. Ha? To'rga. Bitta tashib qo'yasiz qolib. Sof qilingan, uni sof qilib turibmiz. Olib ketib qolmanglar, lekin. Oldingizda o'yinlar bormi, Rustam? Hu? Oldingizda o'yinlar bormi? Ha. Mana kompyuterga ham qarab turasiz, xo'p, ekranni o'chib qolmasin, o'rnatib tursin. Bo'ldi. Ekran men teshib turamanmi lekin? Yo'q. Bunday bosib Las turasiz. ha.
Короче, 4-si bo'lmadi, 5-siga o'tib ketamiz. Qo'yamisan Telegramdan. Aytaman. Birinchi qolgan birinchidan ikkinchisini bloklash nimani bilmayman. Skript nimaligini bilib olib bo'ldi. Oching, tegmang, bu kompyuterga bermasin. O'zim qilaman. Filter. Hozir urushib ketsanglar meni oldimda kompyuter bor. Men dars qilib fokus ketyapti. Aytib turaman. Nimani? E'tirof, bering Ana 500 bo'ldi. Çok Nima bo'lyapti? Qo'ysin paytni. Kompyuterni menga berishsan. Telefon olasanchi. Kompyuterni nima olasanchi? bajarganmi hali? Kompyuterni nima olasan? Aytib turaman, o'rgatib turaman. User. Ikkinchi topshiriqni Berdim ikkinchisida kalamun user table name users degan narsa. Table name users. Skripti bormi? Qayerdan oladi? Bizga ham aytgan, bizga tashlab bergan bo'lsa kerak, bu kunisi skriptni. meni Qayerga borish kerak? tashlab qo'ydim. O'qishdan. Hayır, yaratib, ko'chirib, netib. Anasini buniki bor. User ABCDF. User ABCDF. Page user. Bittasi kasal. Ko'rishga ham qoldi. Fufsini yiqiladi. O'zim qilaman deyapman-ku. Dars bo'lyapti, hadi. Buni men o'zimda saqlab turaman. Users degan datani qidirdim. Usersdan keyin topib buni olamiz. User password bu chiqdi. User bu chiqdi. User name borida tashladim. Column name user. Menga kerakli narsa bu. Username bu. Password bordi. Password shu. Email password. Oxirgi so'rov bu bo'ladi. Nima qilsam? Ekraniga har zamon tegib turing. Mana o'rnatib tursa bo'ldi. Men aytib qo'y, hozir уже 4tasini yechib oldim. Menga garantiya yo'q. Shuni ham bilib qo'yinglar. Ctrl C. Bunda flash bor. Password.
administrator parolim. Bu menga topish kerak bo'lgan narsalar. Logini bu. Mendan nima so'ragan? Administrator user login. My accountga kiraman, loginga administrator deb yozaman. Bunga paroli bor edi, parolni olaman. Va qarasiz, save. Administrator paroliga chiqdi. 3 ta bo'ldi adashmasam. Union Basic'dan 4 ta bo'libdi. Birinchisini anaqa bilan yechgan edik. Bu oson. Prosta bitta injectionda categoriesga, filter categoriesga berib ketsak bo'ldi. Buni anaqa bilan ham yechganmiz. Ko'rilgan edi. Hozir 4 ta bo'ldi, 5-inchisi. Admin user'da anaqasini top deyapti. Java bilan top deyapti. Mana bu narsa bilan topasan da. Birinchi shuni olasiz, yo bo'lmasam mayli. Shuni olamiz. Birinchi qiladigan ishimiz shu загрузка bo'lishini kutish. Bizning internetimiz tez juda ham. Shuni hisobiga yaxshigina ishlayapti. Bo'ldi. Bizaga qayerga yozishimiz kerakligini aytgan. Union attacked filters degami yoki administrator user degami. That function deyapti is username is select. Menimcha kategoriyaga yozamiz ekan, yana filterga yozamiz. Filter category deb turib gifts deymiz yana. Gifts kategoriyadan giftsni anaqa berdi. Boya olgan kodimizni tashlaymiz Java'da. Bu yerda adashmasam chiqardim, mana ko'rayotgan bo'lsanglar ishlayapti. SQL emas. Yana oldingi holatga qaytib qo'yamiz. Ya'ni giftsni o'zida turaversin, bizga kerak emas bu kod. Prosta tekshirish uchun yozilgan. Bizga hamma tabellarning nomini chiqarib beradigan so'rov jo'natamiz hozir bu yerga. Mana select all the tables. Qarasangiz bu yerda shuncha table bor. Endi bizga keyingi kerak bo'ladigan qadamdagi tablelar user table name user bo'lishi kerak ekan. User tablesda naqasi kerak ekan. Ya'ni users qidiramiz, pastroqda bo'ladi. User tables degan nom bilan ochiq bo'ladi. Bu users tables har doimgidek bitta bo'sh joyga saqlab turamiz. Keyin bizga kerakli narsa bo'lmasini olamiz. Buni o'chirib yuboramiz va qo'yamiz. Boya user tableda shu yerga qo'yamiz, table name'ga. Va bizga columnlar chiqarib beradi. Shu user tableda bo'lgan nima deydi? Nima desa bo'ladi? Satrlarni chiqarib beradi. Qarasak, satrlar bor. Bizda password satr bor ekan, yana emaillar satri, shunaqa gift wrapping bu nom bo'lsa kerak. Email bor ekan, bu bor ekan, keyin user name degan tablelar bor ekan. Menimcha bu kerak bo'ladi hozir. User kerak bo'ladi, keyin bizda passwordga tegishli bo'lgan kolumn, ya'ni qatorlar, ustunlar anaqasi kerak bo'ladi, nomlari kerak bo'ladi. Bu yerda mana ko'rgan bo'lsanglar, password bilan anaqani shu anaqadan olib berib deydigan buyruq bor bu yerda. Union select qayerdan nimani olib berish? From bu yerga qarang. Union select plus qilib turib column name yozilgan. Bu yerga qarasak plus password bo'ladi from user. Mana bunday yozilar ekan. Null yozilmaydi. Bitta plus yoziladi-da, buni orasiga virgul qo'yiladi. Bu yerga username ya'ni
table name yoziladi bu yerga. Bu yerga bo'lsa yana bitta table name, password table, nima deydi, qatorlar nomi yoziladi. Mana bu yerga bo'lsa o'zimizni user table'imiz yoziladi. Bilsak, password shu table nomi yoziladi. Keyin qarasak, bizga administrator parolini beradi, login parol. Bizada o'zi topish kerak bo'lgan narsamiz shu. Eng qilinadigan ataklardan biri shu administrator paroliga nisbatan qo'yiladigan ataklar. Hozir administrator parolini qo'yamiz. Bu yerda yana administrator loginini qo'yamiz. Bu yerga parolini. Ko'rayotgan bo'lsangiz, administrator paroli shu. Save bo'ladi. Save bordim, nimaga save qildim bilmayman. Bo'ldi, yechildi. 3-anaqaga o'tamiz. Tushunishni boshlash kerak bu yerda. O'zi tushunish kerak. Qarasangiz 6 ta gideyda 5 ta yechildi. Bittasini ana brute suite bilan yechish kerak ekan. Endi nechta yechgan, maksimal yechgan sonini qarash kerak. Yomon zo'r ishlaydi, xafa bo'lmaysizlar. Qaraydigan bo'lsak, menda 6 dona menda ham yechilgan ekan. 3, 4, 5, 6 ta va 6 ta bilan tugagan ekan. Bu yoqqa o'tmaganman. Bu yoqni iloji boricha qo'limdan kelgancha harakat qilaman. Select union degan anaqa bilan kategoriyada qilib ishlab ko'rdik. Ya'ni bizda ikkita nechtaligini topib ko'rasiz kategoriyada. Labda boshlaylik, keyin ko'rsataman. Filter har doim filter kategoriyaga yoziladigan injection so'rovlar bu. Masalan, gifts da kategoriyada gifts degan tableda olib beradi-da bizga. Bu qarasanglar narxlar bor. Gifts degan anaqa tableda olib beradi bizga. U yerdan kerakli narsalarni olamiz. Filter mana bu narxlar, shunga o'xshash narsalar. Category gifts o'zi filter degan anaqadan kategoriya gift bo'lganlarda olib ber degan so'rov bu. Biz yana bunga nima qo'shib yuboramiz? Union so'rov qo'shib yuboramiz. Union select plus null minus adashmasam ishlash kerak. Server error berdi. Sababi bizada nima bo'lgan? Kategoriya filtrimizda ga anaqa ishlayapti. Nima deydi? To'g'ri yozilgan hammasi. Buni olib ko'rsataman. Eng yaxshi yo'li shu. Gifts degan bo'lim bormi? Gifts degan bo'lim bor. Union select berdik, server error berdi. Sababi bizada null kelayotgan buyruqlarimiz bitta. Shu uchun. Endi biz null degan yana bitta buyruq qo'shamiz. Server error beryapti. Mana buni olib qo'shaylik, katta harfda bo'ladi. Bizda yechim sal boshqacharoq bo'lyapti. Labda bo'lyaptimi? Bitta joy tashlash kerakmi deymanda shu yerda. Hozir ko'ramiz nima bilan bo'lganini. Root suite bo'lsa, root suite'ga kiramiz. Bizga gapiryapti. Bu nima qilasan, mana qilasan degan ma'noda. To solve the lab attack, and we'll do that before we so table A, B, table 1, 3, table query would do is it run 3 Bizga yechim kerak. key in the epic table for tables before we written rules that those from the official union. You could either of this query here or use them and all about the same.
this one, so keep Yechiblarga qarab turing. Yechib qo'ydi menimcha. Keeping once I get in, it skips away, and so and let's access the labs. Okay, so it looks like on cat is the field that is category, so the items that are related to gifts here, and this is where it gets filled out. Now, since this is the field location, vulnerable to SQL injection, be it an internal to see if it breaks the application, vulnerable to SQL injection, be query in it to SQL injection, without the rest of vulnerable to SQL injection. All right, so that's good. Let's go back to our Bizdan shu narsani qilib ko'rishimizni so'rayapti. Ya'ni uniondan oldin buni qilib ko'r deyapti. Bu ishlasa senga plus deyapti. Union select ham ishlashi kerak lekin general use way to deter. And we learned two ways. Let's apply way number. So I'm gonna select null, enter, and hit enter, and I get an internal server error, which leads me to believe that there isn't only one column in the query, and that makes displayed in the response. It looks like the query has to have a column that displays a price ID column that is not. But let's apply this as Burp Suite between my request to the application. Similarly, any responses that come back from the application go through Burp first, and then just close it. I'm going to tell my browser. Brute Suite'ga borib taqaladigan narsa ekan bu. Demak, bizda Brute Suite'ga taqalib boradigan narsalarda Brute Suite bilan yechamiz hozir. Brute Suite'imiz bizga qayerda? Iloji bo'lsa Brute Suite'da men to'g'risi tushunolmayman. No, Brute Suite'ga prosta kirib yechganman xolos bir ikkitasini. No, aniqlarda tushunolmayman. So I'm using a proxy extension, and I'm going to tell it to use Burp as the Burp taqilyapti. Proxy servisini Burp taqilyapti. Kelinglar undan ko'ra anaqaga o'tamiz. Bunga o'tamiz. Bunda nima deydi? Install qilib bo'ldi. Endi buni ishga tushirishimiz kerak. So'raymiz og'adan. ChatGPTdan so'rasak aytadi. Burp Suite ne kalida ishga tushirish. Bungacha kerakli narsalarni aniqlab turamiz. Bizga kerakli bo'lgan narsa bu proxy'da mana bu narsa kerak bo'ladi. Proxy deyman u. Bir bala Fox degan anaqa bor edi. Mana Firefox degan browser bor. Browserda bizga kerakli bo'lgan narsalar bor. No, ChatGPT yozibdi Java version'ni tekshir va Java jar community Brute Suite community jar shaklida yuklab olganmisan deyapti. Hozir ko'ramiz. ls cd download cd download ls bizda sh ko'rinishda ekan, shuni bunga bildirib qo'yishimiz kerak. Bu ekanda faylimizni cd downloads chmod bilan ishlatyapti. Terminal bajarish usulini bilmasa hech narsa bo'lmaydi. Shuning uchun ruxsat. Hozir ko'ramiz. Bu yerga paste qilamiz. Chmod sh ishlamadi. Chmod buyruq esinglarda bo'lsa buyruq bu kali menimcha ishladi. Start install qilar ekan. Bizda next tugmasi. No, nizashto hammasi next bo'ladi. Keyinchalik kerak bo'ladi. Brute Suite o'rnatilyapti. Kalida yaxshiroq deb tushundim. Menimcha Kali normalli ishlanar ekan. Shu yaxshiroq.
bridge Twitter. Ungacha biz qo'limizdan kelgancha bu yerda proxy shartnomalarini torib qo'ygan. Bu narsa nomini olamiz. Bizga nomi kerak. Shuni olib, bu yoqda install qilib turamiz. Nimaga? Firefoxga install qilib turishimiz kerak. Command adashmasam finish bo'ldi. Endi bu yerdan qidiramiz. Dop Sweet Command Joy. Hamma yo'q birdaniga ochilib ketdi. Buni bitta yopamiz. Buni kerak emas. SSH accept install bo'lyapti. To'xtanglar, ungacha unda kerakli narsa mana bu paste qilinadi. Copy bo'lmagan ekan, uzr. Paste degan tugma chiqyaptimi, demak copy bo'lgan. Ninja chiqib qoldi, to'xtanglar. Ninja emas, bizga o'zi kerak. Cursor avtomatik qiladi deyapti buni. Get to'xtab turinglar, nimadir bo'lmaydi. Download degan joy bo'lishi kerak menimcha. Downloads proxy'da qilamiz Firefox uchun. Menimcha downloadga tushdi. Yoki bo'lmasam nimani qilay deyapti. Standart. Basic qilib olamiz. Shuni kattaytiramiz o'yinida. G'alati narsa chiqyapti-ku. Download qilgancha. Almashtirib xatlab turaga Firefox o'zini download qilib olyapmiz. Ko'ramiz bu qanaqa Firefox. Buni ishlatish qanday bo'ladi, to'g'risi bilmayman. Ikkita Firefox bo'lib qoldi. No Firefox. Buni ishlatib ko'ramiz. Esir ekanmiz edi. Bu yana bo'lmadi. Bu ham bor yomon asab etadi. Mayli. Dehqonchasiga qilamiz. Prosta buni yopib tashlaymiz. To'g'rilolmaganman. Target proxy bu yerga yozamiz. O'zini anaqasi bor, browser bor, shuni ochamiz. To'rtta bor. Menimcha ochdi. Port so'ngiga deymiz. Menimcha so'rov ketdi. Forward qilib turamiz. So'rov ketgan paytda forward qiladigan bo'lsak, yo'q tashay. Forward qiladigan bo'lsak, forward bizda anaqa ishlab ketadi. Ikkita ga bilan bo'lar ekan. Forward hammasi forward bo'ldi. Bu qarasangiz anaqani ochib qo'ygan bo'ladi. Port so'nggatda.
keyin forward yana forward plus sizlarga adashmasam ochildi portswiggerga my account deymiz. Men yomon ko'rganim shu ikkitada ishlash ozgina narsa. Kerakli odam bu yoqda, yo'q bu yoqda emas ekan, bu yoqda parol login shu. Menimcha forward hammasini qilib turish kerak. Men qilamanda hammasini yopib yuboraman. Yoki bittalab forward bosish yoqmadi to'g'risi. Shu uchun alqvordim. Bu yoqda password bor. Xohlaganingizni eslab qolinglar. Keyin parolni o'zgartirib olaman. Login bo'lyapti. Forward al. Menimcha sekin ishlaydi. Forward al. Yoki forwardda o'zinikiga yaxshiroq. Kirdi. Akademiyaga kiramiz. Forward. Qaranglar, buni o'chirib qo'ysa bo'ladi. Sirli taraf buni o'chirib qo'ysangiz, bu yerga kirsangiz bo'ladi. Tezroq kirasiz. Forward qilmaysiz. Lekin yomon tarafi bor. Buni ham aytamiz hozir. Yomon tarafi bor. Birinchi shundan boshlab qo'ying. Kiramiz. Laboratoriya o'zi sekin ochadi laboratoriyasini. Agar laboratoriya sekin ochyapti deydigan bo'lsanglar, xohlasanglar buni ochinglarda maza qilib o'tiringlar. Men ochdim. Уже ishlayapti. Bu yerga menga anaqa kelgan. Yaxsam nima deydi? Netni o'zidan kelgan bo'ladi. Men buni o'zgartira olmayman, shuning uchun bu yerga tashlaymanda send qilib olaman. Okey bo'ladi. Send qilib olsam, respons ketadi. Bu qancha vaqtda ketadi bilmadim. Sekinroq ketsa kerak menimcha. Bu qism ochiladi. Keyin men bu yerga yozaman. Adashmasam buni endi mana proxyda qismi menimcha kerak emas. Ishlasa kerak. Bu yerga yozaman. Filter category nima bor bizada? Gifts bor. Gifts va send qilaman. Bu ketdi. Menga qarasanglar gift ochib berdi bu yerda. Keyin bizada solutionda bu qismi bor. Shuni qilib beraman. Qo'yaman. Ya'ni kategoriyasidan keyin yoziladigan injection shu. Keyin save boraman. Save. Nima deydi? Bu yerda deft shular deyapti. Demak ishlayapti. Ishlayotgandan keyin bizga nima kerak? Version bilan null jo'natsak yetar ekan. Xohlasanglar null, xohlasanglar version bilan qo'shimcha yana nimadir jo'natsa bo'ladi. Men null jo'nataman. Null jo'natsanglar the congregation does laboratory bo'ladi. Ba'zida ishlamaydi. Broadsheet nimaga ishlaydi? Faqat qanaqadir cheklov bo'lsa, bu yerda masalan bu yerda qilayotganingizda cheklov bo'ladi 100%, shu payt ishlaydi. Bu bitta labim katta laboratoriyam. Endi boshqa laboratoriyaga o'tamiz. Mana qarasanglar, уже 6 ta laboratoriya yechilgan sifatida turibdi. Broadsheetda proxy sozlamalari bor. Shuni sozlash ozroq qiyin. Shuni hisobiga men ko'pam loginga bog'liq, shunga bog'liq misollarda unda yechmadim. Menimcha shu yaxshiroq. Bizada null berib ko'ramiz. Yana boshqatdan kelyapti. Proxyda buni yoqib turib, bunga bitta enter berib yuborsanglar, sizlarga anaqa chiqarib beradi. Akademiyani o'zini nima deydi? Requestini chiqarib beradi. Keyin o'chirasizlar. Kerak emas-da u. To'g'risi. Faqat unique ID bo'lgani uchun buni qilib beradi. Bu yerga filter yozamiz, yana filter so'rab qo'yamiz. Category teng qanaqa kategoriyalarimiz bor? Pets bor ekan. Petsdan foydalanaman. Va boyaga Ctrl Z
buni hozir yangilanaveradi. Bu narsani qo'yib beraman. Sizlarga qanaqa chiroyli chiqishini ko'rish uchun. Nima deydi? Tushunish uchun, chiroyli chiqish maqsadida videoda chiroyli olyapmanmi, olmayapmanmi ko'rsangizlar, interval server error bo'ladi. Sababi bizada buni aytish bo'yicha ikkitagina anaqamiz bor ekan, nalimiz bor ekan. Shuning uchun ikkitadan foydalanamiz. Send qilamiz, response kutiladi. Send. Nima deyilgan bu yerda? Union attack edition or conditional value. Bu yerda yechim bor, qanday yechimga. Hi everyone, welcome to will allow an Union attack to retreat the same to the column business as the end goal states over here. I'm going to send that to repeat one column and it was incompatible with the backend query. Just add a plot error, so it has, I have 3 columns right now. Hit enter. We still Bizadan maqsad nechta kolumn borligini topish ekan. Qaranglar, response beramiz. Union select. Bizada 3 ta anaqamiz bor ekan. Nima deydi? Nima desa bo'ladi? Uje kolumnlar sonini topishda nazarda tutgan ekan. Boyaga server errorchamiz prosta oddiy aniq ekan. Bo'ldi, tushundik. Bu masalan siz laboratoriya bersa, birorta kishi aytishingiz mumkin. Kattaroq laboratoriya berib qolsa, endi bitta, ikkita, uchta, to'rtta, beshta, oltita, yettita, 8-ga ketdik. Kattaroq laboratoriya berib qolsa, mana solutionlar bor. Nechta anaqa borligini topda deydi. Kolumni bor, keyin ularda nimalar bor, kolumn emas, table bor. Nechta table qatnashgan, shu tablelarda topasan, shu tablelarning ichida nimadir bor, shuni keraklisini olasan, qolganini tashlab yuborasan deydi. Shu maqsadda ishlatiladigan anaqalar bor. Menimcha yaxshiroq yo'lini o'rgataman hozir. Laboratoriya ochilgandan keyin bizada proxy'da ishlatib turish kerak o'zi. Proxy'da ishlatib turish o'rniga mana buni qilsa ham bo'ladi. Ctrl C repeater bilan mana uni edit qilib qo'ysa bo'ladi. Ctrl V qilib. Qarab qo'yasizlar, faqat yomon tarafi boshidagi slash boshqa narsalar, https shunga o'xshash narsalar qolmasligi kerak. Bunga ham biz prosta pads degan anaqa berib ko'ramiz. Ctrl Z. Shuni X qilib. Keyingi safar aniq kerak bo'ladi. Send va response qaraymiz. Congratulations yourselves. Okay. Bu yerda lekin boshqa. Ctrl Z. Mana bu joy bizada hozirgi joy bu bo'lyapti va bu bo'lyapti. Ctrl V. Adashmasam endi anaqa o'zgardi. Response qaraydigan bo'lsak, invalid host topilmadi deyapti. Bu yerda host, bu yerdagi host. Hozir ko'ramiz. Yaxshi yo'li buni yoqasizlar. Bunga keraklayotgan savolni topasizlar. Mana masalan shunga tegishli bo'lgan proxy'dan request olasizlar. Buni o'chirish esdan chiqmasin. Keyin bunga o'tasizlar. Bunga qo'yib yuborasizlar. Yaxshigina yo'li bu. Filter category degan anaqa bor. Biz qo'yamiz. Response ko'rish uchun not found. Not found kelishini sababi bu yerdagi kategoriyalar yo'q bo'lishi mumkin. Menda pads bor ekan, pads qilaman. Pads. Not found. Что-то подозрительное deydi. Oldik. Bu yerda o'zini anaqada yechib ko'rishga harakat qilamiz. Bu bilan kategoriya bo'lugini yechishga harakat qilib ko'ramiz. Har doimgidek filter agar qo'yilmagan bo'lsa, category deymizda pads
Union select ishladi. Bizaga bu har doim ham kerak bo'lmaydi. Shuning uchun bu bilan ishlatib ko'ramiz. Bizdan nima topish so'ralgan o'zi? String data SQL union attack. Shu qanaqadir bir attack so'raganki, qilyapsiz. Hozir ko'ramiz. Nima so'raganini topsak bu. Interval error. Bizaga string berib qo'ygan ekan, shu stringni chiqarishimiz kerak menimcha. Menimcha shu xolos. Nimaga cho'tanida? Hozir ko'ramiz. Buni null qilamiz. Ishlayapti, null. Mana chiziqcha. Bizda aytgan if occurrence next null and try instead. Berga make the database syntax berilgan ekan. Menga aytgan bu yerda jihat tushunmasanglar, mana shu yerda translate bo'limi bor. Bu yoqdan kiramiz. Bizda ikkita-ku. Bizda adashmasam bu edi. Buni chekiramiz. Translate yoqamiz. Bizning yoqqandek. Ushbu laboratoriya mahsulotda SQL injeksiyasida union ma'lumotlari bor. Oldingi robot o'rgan texnikangizdan foydalanib qolishingiz mumkin. Keyingi qadamda satr ma'lumotiga mos keladigan ustunni aniqlashda laboratoriya so'rovi. Keyingi qadam satr ma'lumotiga mos keladigan ustunni aniqlash. Satr ma'lumotiga to'g'ri keladigan ustunni aniqlash. Bo'ldi, shuni bizada bu yerda satr ma'lumoti bor. Bu yerga shunchaki bu bilan berish kerak. Bizada shu ustunni aniqlashimiz kerak. Mana solve bo'ldi. Ikkinchi ustun, ya'ni ikkinchi tableimiz shu anaqaga tegishli ekan. Shu nomli satr bilan boshlanadigan table ekan. Shunaqa deb qarasa bo'ladi. Tables bilmadim yana. Ular shunga o'xshash ma'lumot. Keyingisiga o'tadigan bo'lsak, qaytamiz. Bu yerda nechta yechilgani ko'rsatilardi. Hozir men 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ta yechibman. 2 dona qoldi. Bu yerda aytyapti user password deyapti, filter on unit tag. Yana shundan foydalanasan, user va password ustunidan buni olib berasan deyapti. Hozir ko'ramiz, agar anaqada bo'lsa, oson yechib olishimiz qiyin bo'lmaydi. Nima deydi? Bunday ish qilib proxy yonamasmi? Proxy ochiq. Internet bo'lmasa sal hali ham bor. Filter yoziladi, category yoziladi. Masalan, buni olamiz. Shunisiga o'tamiz. Hali yozib chiqyapsiz, nima qilasiz? Yozib chiqyapti deyishinglar mumkin. Yozmaslikka harakat qilaman. Mana bizga administrator paroli berildi. Bizada username, password, user tabledan olish so'ralgan ekan. Ya'ni union select, SQLite o'tilgan bo'lsa, union select username, password from usersdan olib ber degan so'rovni yuboramiz. Bu bizada anaqani qo'llab beradi. Keyingi satrga tushishimizga. Buni giftsdan. Ular bizda administrator paroli bor. Administrator parolini har doimgidek qayergadir saqlab olamiz. Keyin my accountsga o'tamiz. Va bu yerga har doimgidek administratorni beramiz. Bu yerga parolni beramiz. Va login qilamiz. Bizda solve this lab. Solve this lab bo'ldi. 9 ta bo'ldi. Mening o'zimga ham qiziq 9 ta bo'lgani. Bunaqa oson ekan. Menga berilgan vazifa edi o'zi oldin yechmagandim. 7 tamish hechkimman. Hechmasam. Hozir buni ko'ramiz. Bu yerda yana union tagged aytilgan. Bu yerda yechim bo'lmaydi har doim. Senga berilgan ma'lumotlardan foydalanib bunaqani top deydigan joylari bor.
hintdan foydalanib qolamiz. 3 talik table ekan. Ikkinchi table, nechta tableligini topish, keyin qaysi narsalar borligini topib olish kerak ekan. Users tabledan username, passwordni topish kerak ekan. Bizda tayyor bu. Nima qilamiz o'zimiz? Nima jonda qiynab, nima foydasi bor? Tayyor bizga injection so'rov yozilgan. Nima desa bo'ladi? SQL so'rov yozilgan. SQL so'rovni olamiz, tashlaymiz. Yechib o'tiramiz. Bosh og'riq qilib. Prosta nima bo'layotganini tushunib ketish kerak shu yerda.